qo'zi ishqibozlariga 2,5-3 oylik qo'zilar. Hammasi qo'chqormi bular sovliq? Qo'chqor sovliq aralash. Necha bosh bu yerda? 8 ta aka. 8 ta. Nechtasi qo'chqor, nechtasi sovliq? 4 ta. 4 taga 4 ta. 4x4. Narxlar necha puldan aka? Aka quyuq olaman degan odamga hammasi bitta qo'ra olaman degan odamga 32 dan berib yuboramiz aka. Qo'chqa sovlini lashim olaman desa. Bitta joyga 3 million 200 ming so'mdan tanlab olaman qo'chqar, 4 ta qo'chqarni o'ziga necha pul? Tanlab olaman deganga 3,5 million so'mdan beramiz hammasini. 3 milliondan berib yubormaymiz bir joyga. Yo'q, bir joydan berib. Sovliqlarni necha puldan? Sovliqlar aka bir joyda 3 million so'mdan berib yuboramiz. Sovliqlarni bir joyda 3 Mana bu million. ham sovliq aka mana. Ishqibozlarga raqam aytingchi. 99lik. Hop. 398 Hop. 55 57. Bozoringiz bersin. Aka sog' bo'lsinlar. Dastavkasi qayergacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab bepul dastavkasi. 4 ta olganga. Kelishaveramiz aka. Sog' bo'ling. Salom. Shu yarim. Keling. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, akalar, ukalar hamda kanalimiz mehmonlari. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Qo'qon chorva bozoridan 20-yanvar 2026-yil qo'y narxlarini yoritib beramiz. Haftaning seshanba kuni faqat qo'y bozori bo'ladi. Haftaning chorshanba kuni qo'y va mol bozori bo'ladi. Bo'ylari 85-90 sm atrofida chiqadigan qo'chqorlar mana akalar. Aka bu qo'chqorlar narxi necha puldan? 7,5 million so'mdan. Yetti yarim million so'mdan narx aytishyapti akamiz. 10 million so'm kim olsa beraveramiz. 4 ta so'rashamiz. Akamiz savdo bilan band ekan, boshqa qo'ylarni narxini yoritishga harakat qilamiz. Qaytib kelamiz akamiz yonlariga. Marta savdo qilishyapti mana. Qo'shib bersa biz beramiz. Qo'shqarni beraveraymi menga? Yo'q, qo'shasizlar. O'yla mana bor. Dehqonlar foydalansin. Shokirjon ovoring, Shokirjon olib yuboring. Qolganlar foydalansin bor. Aka bu qo'chqorlar ham sizdanmi? Bu qo'chqorlar ham bizniki hisob. Necha puldan? Hisori qo'chqorlar. 5,5 milliondan kam bor aka, tanlov orasida bular. Sotildi 5 milliondan. 5 dan bir joyga bermaymizmi? Qo'shasizlar. Qo'shiladi. Raqami o'sha buni ham. Ha, o'sha nomerni telefon qilasiz. Bo'ldi. Qo'zilarning narxini olganimiz. Shu raqam birgalikda yetib ko'rsin. Ona bilan 4 ta sovlig'imiz. Savdosi bo'lib turgan joydan akalar. Bo'ldi, qattiq qo'sharim deydi. Baraka berishi, olmasa keling. Menga ham kirchi. Voy baraka. Men yapim olchi, mana. Voy 49. Oling hozir deydim. Ana, o'zingiz. Necha puldan baraka bo'ldi? Men qattiq qo'sharim. 4 million 950 ming so'mdan baraka bo'ldi akalar. Bo'ylari 75 sm atrofida chiqadigan qo'chqorchalar. Qani akalar bitta qo'ylarni olsak bo'ladimi? Mana. 4 million 950 ming so'mdan baraka bo'ldi. Yana baraka bo'lay turgan joydan akalar. Alo. O'zimizin xarajati bor, gap qilasan 49 dan bermaydi shu qo'ydi. Gamgalagar 200 ming so'm xarajati bor shu qo'ylardan. Ikkinchi yeri olyapsiz qo'ydim, bu yerni hisobidan. Nechtasi nech puldan qilyapsizlar? 10 'ntasini tanlab olishga 5 million 100 ming so'mdan savdo qilishyapti akalar. Hadi bor. Mana akalar. Bo'ylari 75-80 sm atrofida chiqadigan qo'chqorlar.
o'ntasini bir joyga Buradan bitta bayağı 5 million 100 ming so'mdan so'rashyapti. olsanız kerak Bermayapti. Mana savdosi bo'lib turgan joyda. Qarang. 10 tadan chekdan qilmasangiz kerak siz. Bo'ldi 200 so'mdan bo'ldi baraka. Bo'ldi qayerda barakat yo'q. Bo'ldi egasi. 5 million 200 dan ham bermayaptimi aka? Berib qo'ygan yo'q, ushlab turay qo'lini. 5 million 200 dan ham bo'lmadi, savdo bitmadi akalar. 10tasini tanlab olishgan. Baland kelgan aka. Yana savdosi bo'lib turgan joydan akalar. Akamiz trendda qo'ydi, to'xtamay sotyapti. Sombo beralasam berolmaysan. Qaysini savdo qilyapsiz? Shunga o'xshaydi, 54 millionga o'xshab tasha ketganmi? Yomon buni. Sirdaryoga borgan deysiz, 54 million. Qaysini net pulga bermadi? 5 millionga berildi. Olib ko'rinmabdi. Shunday nimaga 54 million pulni qo'ygan? Kechqurun. Tarozini ustiga shoxli qo'yib olyapti. Bo'lsa ishini qilaversan. Ahror aka necha kilo aka? Men kiloga yozgin, men ma'lum gaplashaveraman. 3 kilo? 59 kilo. Necha puldan bo'ldi? Abdullajoyevni qanisi? 75 ming so'mdan taroziga savdosi bo'libdi aka. To'xtab turing, men bu yoqqa hisobni qilib olay. Bozor yangiliklari muxlislariga mana ko'rmaganlarga Ko'rsating, yo'q, ko'rsating. o'zi ham mana ko'rsa shoxli qo'chqorlardan taroziga 14 boshi 75 ming so'mdan sotildi aka. Kilosiga 75 ming so'mdan. Bo'ylari 80 sm atrofida chiqadigan qo'chqorlar akalar. Aka necha puldan baho aytyapmiz? 6 dan. 6 million so'mdan baho aytilyapti. Tishlar nechtadan? Buni 4 ta. Bu ikkovi qo'zi. Bittasi 4 tish, ikkitasi qo'zi. Savdo qilishdimi? 5 dan qilishdi ikkovi. Ikkitasini 5 dan bermadingiz. Buni 54 qilishdi. 4 tishini 54 million, 5 million 400 ming so'm. 72 kilo. Qaysi biri 72 kilo chiqdi? 70 mana bu. Tishi bor. Bularni taroziga qo'ymadingizmi? Qo'yilgani yo'q. Kattasi 72 kilo. kilo chiqdi akalar. Ishqivoziga raqam aytasizmi? 90lik 305 87 86. Dehqonchilikmi aka sir bo'lmasa? Dehqonchilik. Dehqonlardan so'raganlarga aloqa chiqarasiz. Ena bola hamda yakka variantidan akalar. Tishlar nechtadan ekan ochib qo'y? 8 taga o'tgan 8-sini to'ldirib turgan. Bu sarig'i ena bola. Qorasi o'zi. Qorasi 6 tish, sarig'i 8 tish, ena bolaliga. Bolani baquvvatligini qaranglar. Xo'p, bolasi nima? Sovliqchami, qo'chqorchami? Sovliq. Turuvdi qarang. Nech pul baho aytyapsiz ena bolaga? 11 million narx aytilyapti. Bozor ko'rdimi? Savdo. Nech pul? 700 dollarga berilmabdi akalar. Ena bola qo'y. Sarig'i. Qorasichi? Qorasi 10 million so'm bo'lsa beriladi. Savdo ko'rdimi qorasi ham? Qorasi ham, qorasiga hali savdo qilishmabdi. Bo'g'oz basmi qorasi? Mana. Bo'g'oz ekan.
Akalar. Ishqoziga raqam aytasizmi? Ayting. 91'lik, 91lik 156, 156 26. 26. Dastavka qayergacha chiqib berasiz? Dastavkasi yo'q ekan akalar. Savdosini qilib o'zlari olib ketishaveradi deyishadi. Bu tur bu 8. Ikkitasi 4 tish, bunisi 2 tishmi? 8. Ha, 8 tish. 2 tish turni boshlaganda endi. Birinchi qorin, to'rtinchi qorin, bu ham ikkinchi qorin. Bo'g'ozligi qanaqa? Bo'g'oz qisillik. Meni hisobim bo'yicha 1,5 oy inshaalloh tug'adi. 1,5 oylarda tug'adi. Uchovi ham bo'g'ozi. Shirilar 9dan sotildi. Chetda bosib. Siz nech pul narx aytyapsiz bularga? 8,5. Unisi 6,5, ikkovi 8,5. Ikkitasiga 8,5, unisi 6,5. Narx aytishyapti. Savdosi nech pul bo'ldi? Yo, kech keldi, hozir keldi. Savdo qilingan yo'qmi hali? Qiziqyapti. Mana akalar, bo'ylari 85 cm atrofida chiqadigan. Mana bulari ikkitasi 90 cm ham chiqadi akalar. Baland qo'ylar. Ishqibozlarga raqam aytasizmi? Ayting. 90, 90lik 556, 556 0777. 0777. Nechinchi qoringa bo'g'oz ekan bular, bilmaysizmi? Bu 2. Birinchi qorin, o'rtadagisi 4-chi qorin, unisi 2-chi qorin. Birinchi qoringa bo'g'oz variantlardan akalar. Uyga tashab qo'yib qilaman deganlarga birinchi qoringa bo'g'oz variantlaridan. Ana shu telefon raqamini aytgan amakimizni qo'ylar ekan, bu ham 4 million so'mdan baho aytishyapti. 3 million 700 ming so'mdan bir joyga bermadim deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqib savdosini qilib olaverasizlar. Savdosini biz ko'rmadik, so'raverasizlar. Savdosi bo'layotgan joydan aka. Nechtasi? 10ta. 10tasi 52,5 dan. Baraka bo'ldi. 500 ming oshqog'ida bir o'ylab olsam-a, 10tasi sotildi akalar, mana shu qo'ylarning ichidan. Bo'ylari 75 cm atrofida chiqadigan qo'chqorlar. 5 million 250 ming so'mdan 10tasini tanlab olishga. 5 million 250 ming so'mdan. Mana qo'chqorlar. Ustiga qo'y, borib. Ustiga faqat shundan qo'shdi. Qo'y bozorida savdo avjida akalar. Hamma joyda 10 tadan 15 ta 30 ta savdo qilishyapti. Bitta ham savdo bo'lyapti akalar. Bitta emlamalarni qilib beryapti amaki. Nech pul bo'ldi? 5 million so'mga olishibdi akamiz. Tushirib ketyapti. 65-70 kilo atrofida trivazinga. Uchta qo'chqor, uchta so'liq. 2,5-3 oylik qo'zi ishqibozlariga akalar.
Nechta sovliq, nechta qo'chqor? 3 ta qo'chqor, 3 ta so'liq aka. 3 ta qo'chqor, 3 ta sovliq. Nech puldan narxi? Aka 2800 dan bizda aka bir joyga kam bor. Bir joyga olganga 2.800.000 so'mdan kam bor ekan akalar. Qo'chqarni alohida, sovliqni alohida olaman Bitta deydi. aka. Farqi yo'q. Xolos tanlab olsam, xolasa bir savdo aka. Xolasa tanlab olsam, xolasa bitta savdoga 2.800.000 so'm. Kanalingiz nomi nima ekan? Eldorbek o'z. Mana aka, 3 qo'chqor aka. 3 tasi qo'chqor, 3 tasi sovliq. Qo'chqor, 3 ta so'liq. 2.800.000 dan kami bor. Kami ham bor. Shuni tushuntirib o'tib beramiz aka. 2.300.000 so'mdan ketdim bir joyga. Aka jonga bizga ham bermaganda. Telefon raqamini ayting ishqibozlariga. 77 aka, 203 208. 703 200. 203 Ha, 0808. 0808. Aloqaga chiqib savdosini qilib olaverasizlar. Bu katta qo'ylar ham Aka, sizdan. u bo'g'oz aka. Yana bolachi? Yana bolasi qo'chqor aka. Netish bo'lgan? Ikkinchi bolasi aka. Ikkinchi bolasi tishinishdi. 4 dona. 4 tish, ikkinchi bolasi. Bolasi nima qo'chqormi? Qo'chqorda aka. Olib keling qo'y. Narxini nech pul deyapsiz? Aka, narxini aka yopishtirib aka. 9 million kami bor. Savdo ko'rdimi? Yo'q aka, hali yo'q. Savdo qilgan yo'q hali. Bo'g'oz qo'ylarchi netishdan? Aka, bo'g'ozlar 2-qorin, 3-qorin aka. Ikkinchi qorin, uchinchi qorin. Narxchi? Aka, ularga ham Bularga ham 9 dan narx aytishyapti ekan. Dumbani qarang, yerga tegdi deb osilib. Telefon raqamini qaytarib yuboring. 77lik 203 0808 aloqaga chiqib savdosini qilib olaverasizlar. Hali savdo ko'rmabdi bular akalar. Bozorga endi chiqdim deyapti.